Minecraft'ni Java kirishni o'rgataman. Oh my god! Wow! Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bizni obuna bo'lmaganlar 97% ekan. Axir bu yomon natija. Va do'stlar, men 1000 ta bo'ldim. Shuning uchun hammalarga kattakon rahmat. Endi orzuyimiz 1.5 k bo'lish. Endi videoni ko'pincha cho'zib o'tirmasdan videoni men boshlayman. Mana do'stlar, Minecraftga ham kelib oldik. Birinchi bo'lib mana shu tumalaqni qilishdan boshlaymiz. Xo'sh, endi videoni yana bir like bosib qo'yishni iltimos qilamiz va настройкаga kiritilib, xo'sh, tepada kasaniya bo'limiga kiramiz. Va do'stlar, endi shu yerga kiramiz va bu yerdan qanday qilib tugmalar tepa pastkisalar ham bo'ladi. Va do'stlar, изменить rejim управления degan joy turibdi. Uni shu yerga kiramiz va kirganimizdan keyin biroz kutamiz. Mana kirib oldi. Bu rullarni tanlash imkoniyati, masalan, 4 burchak shunday. Biz shu 3-siga qo'yamiz va rejim pakajit knopka действительni o'chirib qo'yamiz. Va do'stlar, o'chirib qo'yganimizdan keyin bu yerda qilay shunaqa tugmalar yo'q bo'ladi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, o'rtada plyuscha turibdi. Va bunda qanday qilib oson bloklar qilsa ham bo'ladi. Mana plyus qilsanglar ham bo'ladi. Endi navbat invertoriya. Xo'sh, yana настройкаga kirib olamiz. Menda FPS mod borligi uchun shu yerdan kiraman va video bo'limiga kiraman. Kirganimizdan so'ng eng pastga tushganimizda karmani degan so'z turibdi. O'shani klassikka o'tkazib qo'yamiz va do'stlar 3 gacha sanaymiz. 1 2 3 va invertor ochil. Mana do'stlar, yashil kitobcha, shunday narsalar bor. Yashil kitobcha yo'q, lekin uni rasmida turibdi. Mana do'stlar, haqiqiy Java versiya bo'ldi. Endi shu tugmalarni yo'q qilish kerak. Men oldin bu videoda chiqarganman va bu videoda silkasini kommentariyada qoldiraman. Sizlar bo'lsa o'sha videoni ko'rib qanday qilib yuklab olishni bilasiz. U Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim esa описаниеda bo'ladi. Va do'stlar, 1000 ta bo'lganim uchun hammalarga kattakon rahmat deb qolaman. Videoga like bosib, kommentariyaga birorta izoh qoldirib keting. Kerak bo'lsa kanalga obuna bo'ling. Sog' bo'ling. Do'stlar, sizlarga YouTube Bek degan kanalni tavsiya etaman. Bu kanal Minecraft haqida har xil edit memelar va beautiful videolar chiqaradi. Shu kanalga o'tib obuna bo'lishini tavsiya etaman. Yaqinda 100 ta bo'lmoqchi bu odam, kanalning egasi. Xo'sh, bu odamga ham, ya'ni kanalning egasiga ham yordamlashaveraylik, kelinglar do'stlar. Shu YouTube kanaliga like bosib, videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lishini istaymiz. Hattoki qo'ng'iroqcha ham esdan chiqmasin agar obuna bo'lmaganlarda, shu JTLga o'xshab buni uzayib ketsin.